Assalomu alaykum gruppadoshlar, sog' salomatmisizlar? Xonadonlar tinchmi? Ro'zalar bilan charchamasdan. Mana ro'za oyi ham birpasda o'tib ketyapti. Allohga shukr, ro'zalarni tutyapmiz hammamiz. Ilohim ajr savoblardan hammamizga marhamat qilsin Allohim. Vaqt o'tkazgani yana chiqdim mana yonimizdagi zaklarga. O'tiribman mazza qilib. Yomg'ir yog'di jicha maydalab. Hozir yaxshi tinib qoldi. Mana shunaqa joylar, chiroyli joylar vaqt o'tkazsa bo'ladi. Otma qarmoqlar ham bor. Otma qarmoqlarni ham tashab qo'yganman. Mana bittasi maytda. Bittasi ko'karib turibdi. Shunaqa joylar. Xudo xolasa natija bo'lib qolsa tashlayman. Bitta qarmoqlarim ashga tashlaganman. Yana bitta po'chum. Bittasi ikkita tashlaganman. Shunaqa joylar. Chiroyli. Unaqa ham otma qarmoqlarni otib qo'yganman. Bitta yirik sazonlar ham bor. Bir 10 yildan shag'i ochilmagan bu dimlar. Katta sazonlarni ham ko'rishyapti bolalar. Men o'zim ko'rmadim-ku, ammo shopir-shupir qilib uryap turganini eshitib qolaman-ku, ko'rmadim men hali, lekin ko'rganlar bor ekan. 10 kidan tevasida sazonlar ham yuribdi, ilon boshlari bor. Bitta amur bor, katta amurlar bor. Endi 10 yildan beri ochilgan yo'q bu dim. Shunga chiqamiz. Zerikkamizda xumor bosdi qilyapmiz-da. Xudoga shukr. Yaxshi ham bor ekan shu joylar. Bo'lmasa har kuni Qiziltepa tomonlarga tushish kerak bo'ladi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Xudo xolasa yaxshilikda ko'rishaylik. Ro'zalarni salomon tugatib, hayitlarni o'tkazib, Xudo xolasa ko'rishamiz, osh-bosh qilib, yeyishlik nasib qilsin hammamizga. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Natija bo'lsa, Xudo xolasa tashlavoraman. Ovga chiqqanlar natijalardan tashiylar gruppaga, kechga. Salomat bo'linglar.